Salom hammaga. Bugun Sizlar bilan turli versiyani ko'rib chiqamiz. PUBG profilimiz Shunaqa ko'rinishda, ajoyib yomon emas. turli chorali Shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Ko'rishingiz mumkin. eventlar Progress va meditsina bo'lar ekan. va bu yerda Mana bu hovuz odamni jonini to'ldirar ekan. event o'rtasida Mana bu narsani faollashtirasiz va lutingizni qo'lga kiritasiz. shu qatorda Uning ichidan patlar chiqadi va u bilan osmonga parvoz qilasiz. Mana bu bayroq nimaligini bilmadim. Menimcha nokni ko'taradi yoki jon to'ldiradi. ha aytgancha M406 milliga qo'lga olish animatsiyasini qo'shishibdi. mana bunaqangi chiroyli Kilchat ham bor. Bu faqat komandangizga ko'rinadi. mana bunaqangi Sharpadagi uchayotgan narsani ko'proq eventdan topishingiz mumkin. bu qanotlarni esa Event o'rtasidan olishingiz mumkin. bu bilan Osmonga parvoz qilar ekansiz, so'ngra pastga tushasiz. sizlar bilan Exit bo'ldi. Like va komment yozishni unutmang.